Jo'ra, jo'r bankomatga borib kelaylik. Qanaqa bankomat? Mani moshdan benzin yo'q. Voy falokat, shu qishloqda bankomat bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi. Men ketdimi? Qani edi bankomat bo'lganidami? Falokatda akasi bo'lmay o'lay, nimaga bu svet ishlamayapti endi? Ishlay qolsang-chi. Voy, menimcha pul tugagandir, hozir pul soldirishim kerak. Qanaqasiga bizani qishloqdagi bankomat yo'q, bankomat orqali soldirsa bo'lardi. Lekin boshqa programma orqali soldirish mumkin, lekin to'lov cheki shartda. Qana bunaqalikcha restoran pul tugabdi, hammadan bunga pul soldirishim kerak. Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men o'sha Krifmanga va meni yangi videorolik men xo'sh kelibsizlar, qalaysizlar? Xullas deganlar, hozir mana svet yo'mayapti, qarasam bo'ladi, pul tugabdi, pul soldirishim kerak endi. Bo'la shaharga borib kelishim kerak uning uchun. Do'stlar, albatta bo'ladi, tezda videoga like bosib, tezda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas bo'la har doimgidek biz qishloqdagi sarguzashtimizni boshlaymiz. Sen bu yerga qanaqa kirib olding? Uchib kirdim. Nima bilan? Samolyot bilan. Nima shunda yurib kirish uchun samolyot oldingmi? Tur yo'q hali bular. Nima bafshi o'zlaringga chala borib. Mayli, xullas bo'la mana bilan yaxshilab endi pozimni tozalab olishim kerak. Har doimda bilasizlar, pozim birinchi o'rinda. Xullas deganlar, hozir agarda nima uchun sen nimaga telefon bilan tokenga pul tashamaysan deganlar uchun sabab bo'la pul, ya'ni tokenni egalari aytishadiki, bizga to'lov cheki, ana bunaqa qog'oz chek bo'ladi-yu, bilasizlar bo'la original. Shunaqa chek kerak edi. Lekin shunaqa chekni olish uchun esa bizga bankomat kerak. Lekin bizda bankomat yo'q deganlar, mayli bo'la, bankomat bo'lganda yaxshiroq bo'lardi, lekin bizda umuman bankomat yo'q. Shaharga borib soldirib kelishim kerak endi. Mayli bo'la, tak endi mana bu normal, mana qolib ketibdi, shularni olamiz va qayerdan hammasi yaxshilab egib chiqamiz. Undan keyin esa bugun bilmadim, bo'la boya mer chaqirayotganda negaligini bilmadim. Hozir borib so'raymiz o'zidan, nimaga chaqirdingiz, mana nima chaqiradigan kimsiz deyman. Yo'q, unaqa deyishim shart emas, sababi u mer, qishloq meri, qishloqning egasi u bo'la. Lekin agar uni aytgani bo'lmasa nima bo'ladi? Bizani qishloqdan tom qilib bitta tepada bo'ldi. Unda qolsa endi merga topshirib kelishimizda kerak. Xo'p, tilim ham o'zi nima bo'ldi? Tilim ham o'zi nima so'radi? Og'zim bilan ajrashyapti o'zi, negaligini bilmadim. Hammalik ko'p gapirib turavergandan keyin, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay. Yaxshilar. Xullas keling, ma'lum solib qo'ydim hosildan chiqqan narsani. Yaxshi. Xullas boya chaqirayotgandi, bilasanmi? Nima uchun edi? Xullas keling, qishloqqa bankomat qurmoqchimiz. Bankomat quringlar, kakras hammaga kerak. Sen qurasan, men quramanmi? Voy falokat. Qanaqa bankomat? Ana bunaqa bir katta bankomat emasmi bo'ldi? Yo, просто tak bankomat ana bunaqa bir kichkinagina nimalar bo'ladi-yu, bilasan, temada shunaqa narsalar. Shunaqalardan. Shularni o'rnatsan xolos. Bo'ldi, mer mayli. Unaqa bo'lsa, pulni qayerdan olaman? Bo'ldi. O'sha zakaz berdirib qo'yganman, ana bu sotuvchi Murod tog'a borib, bo'ldi. Pulni bergansiz, pulni allaqachon tashaganman o'zim. Bo'ldi. Chotki bo'ldi. Endi qishloqqa nima o'rnatamiz? Bankomat. Bo'ldi. Kakras kerak edi o'zi. Kakras bo'ldi, lekin mazza bo'ladi endi. Agarda shunaqa bir bankomatlar o'rnatsa, просто tak bo'lib boramiz deb, o'sha bankomatga borib pul tashab boramiz, chekini olamiz, rasmga olib tashab boramiz. O'shanadan qarang. Ishonadi bola bemalol, sababi bunaqa bola fake chek deb o'ylamaydi buni. Sababi bunaqa chek yaratib o'tirishdan ko'ra pul tashab o'rgan yaxshiroq deb o'ylayman. Avvalini esa Murod tog'ning o'ziga borilchi. Kelganmi, hali kelmaganmi bilmadim, bo'la zakaz. Hozir uni kelgan bo'lish kerak menimcha. Assalomu alaykum Murod tog'a. Va alaykum assalom Kripchigar, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay. Yaxshi-da. Xullas keling, boyagi ana unaqa bankomat narsalari zakaz qildirganda mer yo'q, qala kelmadi. Kelmadimi? Yo'q. Mayli, kelsa o'zi aytaverarsa, SMS qilib yozib yuboraman. Bo'ldi, brat, SMS qilib yozib yuborsa, tur yo'qole. Sen bu yerga nima keldinglar? Marojnoy yemoqchimiz. Kiringlar, davay, men eshik ochiq, kiringlar, davay. Bor, kir. Salom qilib, marojnoy yelaring, bor. Murod tog'a, qarang, yangi klientlar olib keldi, marojnoy yemoqchi ekan. Va bo'ldi, kelsin, o'zim chotki qilib marojnoylarni to'ydirib beraman. Tur yo'qolaring. Klasni qamab qo'ydim. Endi marojnoy og'ziga tiqadim Murod tog'a va nima bo'ladi bilasan? Pul bo'ladi. Voy, kirib, nima qilyapsan? Oyog'im bilan yurman. Nimang bilan yurasan demayapman-ku. Lekin shunaqa demayapti, mayli bo'la, nechop to'g'ri aytsam so'zda yeb qoldim. Stop, qanaqadir SMS keldi. Murod tog'adan ekan. Murod tog'a, bo'ldi. Zakazlar kelibdi, juda ham yaxshi. Hozir aytgancha bo'la, instrumentlarimni olib kelgan yaxshiroq bo'ladi. Sababi instrumentlar kerak bo'lib qolishi mumkin-da, bo'la. Instrumentlar aniq kerak bo'ladi. Shuning uchun instrumentlarni olib qo'ygan yaxshiroq. Mana bu nimaga kerak bo'lsa, bizga ketmon aniq kerak bo'lmaydi. Sababi bunaqa faqatgina ketmon mana bunaqa narsalarni voy falokat.
shunaqa muammo kerakmi menga? Yo'q joyda muammo nima kerak deb keladi. Xullas bola ketmon faqatgina bilasizlar, pol sozlashing kerak bo'ladi. Boshqa nima uchun? Boshqa prosta pol sozlashing kerak bo'ladi. Xolos. Nima qilyapsizlar? Jitala yedinglar marojni? Yo'q, marojni tugab qopti. Mana bular nima? Bular bilmadim, bular bo'tqami? Krep bular bo'tqa-yu. Bo'tqami? Men bularni marojinda berman. Yo'q, bo'tqa. Xullas keldimi? Keldim. Mana yuqoridagi shkafimda. Qaysi birida? Mana bu yerda yo'q. Mana ekan. O'shalarni ol. O 5 tami? Da 5 ta zakaz qildirildi. Bo'ldi. Murod tog'a rahmat. Arzimaydi. Bo'l chiqlaring bor. Undan ko'ra bu yerda qababsizlar. Nima qilaman? Eshikni ochilmaydimi o'zlari bilmadim. Mayli endi merga olib boshimcha kerak. Minecraft juda ham qo'tyapti bola. Mayli, nima ham qilardim. Bola, mayli shukr qilamiz endi bola. Men telefonda videolar olsam, qanaqa? Mer xullas mana ularni olib kelishdi. Böyle kerak o'zing cho'tti qilib o'rnat hammasini har joyga. Bo'l 5 tasini hammasini o'rnataymi? 5 tasini hammasini. Bo'l. Bittasini o'zimning uyimga yonga o'rnatib ket. Bo'ldi. Mer cho'tga qilamiz bo'ladi. Tak bittasini mana bu yerga o'rnatishimiz kerak unda. Tak xullas. Bitta tosh qilamiz mana bu yerga va bitta bo'limamcha normal turdi. Atrofni o'rab qo'ygan yaxshiroq mamcha bo'la atrofni o'rab qo'ylik sababi bu yerda bola o'ynaydi, ya'ni bola bitta bola o'ynaydi. O'sha paytda buz bo'lishlari mumkin buni. Bo'ldi bola, xavfsizlik qaranglar. Chutki bo'lmamcha. Minecraft juda ham qo'tyapti bola negadir. Mana xullas mana bu yerga keladi, mana bu yerga kartani tiqadi va hisobni xullas ularga qilib tashlaydi. Bo'ldi pulni beradi. Shunaqa qilamiz hamma joyga endi. Minecraft negadir qo'tyapti bola, juda ham qo'tyapti. Bu mashina kimdan bo'ldi? Bu qishloq bu mashina kimdan? Mendan. Mashina oldingmi? Unda kreditga. Unda yashashni umiding uzaver. Endi menga ham gapda. Unda aytaman, yashashdan umidinglarni uzinglar. Agarda kreditga mashina olsanglar, bo'ldi, tamom sizlar. Kelinglar parkovkaga ham bitta bankomat qo'yib kelaylik. Mana bu yerga emas, kelinglar mana tarafga qo'ysa juda ham yaxshi bo'lardi. Lekin mana bu bola tashlag'in uyning yoniga qo'ysak, menimcha juda ham xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun kelinglar, mana bu yerga o'rnatamiz. Shu yerga o'rnatsa bo'ldi. Mana bilan hisob qo'yib kelinglar. Bilmadim, bular nima kerak menga? Endi oppa qilamiz va bitta bankomatni o'rnatamiz ichiga va endi atrofni, ya'ni atrofni yopib chiqamiz va все, bola bankomat vaqti cho'tki chiqdi. Lekin bular ishlaydimi, hali ishlamaydimi bilmadim. Hali lekin o'zim tekshirib ko'rmadim jigarlar. Bittasini esa kompyuterxonaning yoniga qo'ysa juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi agarda kompyuterning odam puli bo'lmasa, kartada puli bo'lsa, shu kompyuterning hisobiga, ya'ni to'lab boradi bo'ldi. Mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga bo'lmas ekan bola, bu yerga bo'lmaydi. Kelinglar shu kompyuterxonaning orqasiga emas, oldiga o'rnataylik. Juda ham yaxshi bo'lardi. Mana bu yerga oyna yopib qoladi oynani. Bu bizga kerak emas nima deb teshayman o'zimcha. Endi esa jigarlar qaranglar. Buni mana bunaqa qilib o'rnatsamikin. Bolani tepasidan nima ham kelardi, shunaqa qilib mana bunaqa qilib o'rnatib qo'ysa juda ham yaxshi bo'ladi. Tepasidan top kelmaydi, unaqa olsa mana bu narsa bor. Tepadagi narsani saqlab qo'yish mumkin. Shuning uchun tepani yopib o'tirishimiz shart emas va bola mana bu tarafga bittasini qo'yishimiz kerak. Davay bola mana bu do'konchi bratani yoniga bittasini qo'yamiz. Bittani sotib olgan paytda bankomatdan to'lab boradi. Endi buni qanaqa qayerga o'rnatamiz endi? Shuni o'rnatish sal problema ekan. Davay bola mana bu tarafga o'rnatsak, bu ham bo'lmaydi. Mana bu musturchilarning yoniga bu vahshiy bo'lmaydi bu. Davay kelinglar bola mana bu yerga o'rnataylik, shu yerga o'rnatsak, bundan boshqa variant yo'q menimcha. Buni qilamiz. Oppa va shu yerga bitta bankomat va все нормально bo'ldi, qalil chutki bo'ldi. Mana ikkita uyga bitta bo'ldi va kirish joyiga bitta bankomat o'rnatsa juda ham yaxshi bo'ladi. Davay bola shu yerga borib kelamiz. Endi shu yerga shuncha joyda borib kelamanmi? Davay bola boyaga qishloqni mashinasini so'rab turamiz. To'g'risini aytsam mashina bilan borgim kelyapti bola. Bilmadim qanaqa mashina. Ko'rmadim, o'sha mashinani bitta haydab ko'rgim kelyapti. To'g'risini aytsam juda ham qishloqni o'zi qattiq ekan. Mana ekan. Qishloqi, nima deysan? Mashinani berib tur. Bo'ldi, mayli, ola qol nimaga? Просто ana bu qishloqni, ya'ni tunnelni boshga borib kelaman. Bo'ldi, ola qirib olman ekan. Bo'ldi, qirib olmayman, qo'rqma. Bo'ldi, qanaqa mashina aniq bo'lmamcha zafarab qilmang, kelinglar zafarab qilib haydaymiz. Bu yerdan olamiz va bu yerga qo'yamiz. Yana bir marta olib va yana bir marta qo'yamiz. Bo'ldi. 2000 MB xullas bo'lib fuel, ya'ni benzin 2000 MB fuel to'ldi buning ichida. Buni bola roli o'ng tomonda ekan. Bu esa menga juda ham qulaysizda bola hamali. Bola, diskini qaranglar. Prosta katta bo'lgan disk. Bu ovozga qaranglar bola, ovozlarga ishlayaptimi bilmadim-ku.
lekin menga ishlayapti, juda ham zo'r ekan. Yo, sekin qirib olmaslik kerak muhimi. Endi esa voy lekin bola juda ham udar moshina ekan. Qaranglar, kreditga olgan bo'lsa, bola nima qildik? Harakat bola, voy harakat. Nimaga unaqasan? Hayot, nimaga unaqasan? Hayot. Voy harakat bola, stop. Hozir to'g'rilab ketaylik mana bu yerni. Mer meni urishsa juda ham yomon bo'ladi bola. Yomon qilmadi bu yerni. Voy bola, harakat borib. Tak voy buni mana bu yerga qo'yish kerak. Stop, hozir bola to'g'rilab ketamiz bu yerni. Cho'tki qilib o'zimizcha to'g'rilaymiz. Endi bloklar yo'q qolmagan bo'lsa bo'ldi bola. Tak davay endi mana bunaqa va bo'ldi bola. Cho'tki ekan hammasi juda ham yaxshi. Bola normal. Endi esa mashina bilan borib kelamiz. Lekin bola mana bu yerga mashina sig'maydi. Mayli, kelinglar bola, shu bankomatni mana bu yerga qo'yib qo'ya qolay. U yerga borgim to'g'risi undan kelmayapti. Tak mana bu yerga qo'ysammikin? Ayyo, kelinglar mana bu yerga qo'yaylik. Hoppa. No, to'g'risi aytsam qulaysiz turdi-yu, qulaysizmi? Nima edi qulaysiz bola? Nima deyishini bilmadim. Mana bu yerga qo'ydik. Chotto bola nito turdi. Mayli, nicho bola, bizga bo'laveradi. Bizani qishloqqa bo'laveradi bola. Lekin esa o'tiramiz mashinaga va o'rtaga ayimiz ekan va parkovga olib borib qo'yamiz mashinani. Qanaqa bo'lgan bo'lsa shunaqa qilib, lekin bola mashinaga gap yo'q, vafshe bola. Vafshe gap yo'q mashinaga, menga yoqdi. Voy ovozini bola. Sekin, endi esa sekin burilamiz va olib boramiz o'sha yerga, ya'ni olgan yerimizga tak parkovga olib borib qo'yamiz. Undan keyin все bo'ldi bola. Bankomatlar o'rnatildi. Atak endi sekin orqaga va mana bu yerga sekin olib borib qo'yamiz mashinani. Tak sekin va все bo'la normal, cho'tki bo'ldi. Va endi esa men uyga borib xullas o'zim damni olaman, bo'ldi. Все, mashina o'rnatildi. Bola, mayli, unaqa qolsa barchaga xayr. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Sog' bo'linglar.